Ushbu loyiha O'zmilliybank AJ Gurlan Boko hamkorligida Xorazm viloyati Gurlan tumani Chinobod MFY 8562 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar 100% unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 23 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,4 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Gurlan Agroholding ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.